Что? В моем холодильнике, вот это мой холодильник. И сейчас смотри, что здесь. Это вот он как 13 мая помог, так она его ничего закроется какой-нибудь. Надеюсь, действительно. Вот то, что я вычистила отсюда. Вот. А здесь вот еще. Вот это все. Ребят, мы не уснем за сегодня. Это, блядь, там пиздец. Вот там вот всякая хуйня. Я того, короче, рот ебала. Мы не успеем. А там вот в полторашках моча лежит. Вот здесь еще моча половина. А это смешно. Где-то вот... Все в осколках, все разбито, все пульты разбиты. Чайник разбит. Кастрюля с едой с ужином разбита. На стенах еда. Kulgili joyi yo'q. Yana kulmayman deganu. Odam ustidan kulish emas, sraz aytaman. Yana darrov negativ yozmaylar. Sal uyqum kelib turgan ekan yo endi manda nima ayb? Induslarda ayb hammasi. O'ylash kerak edi-da. Induslarni joylashda oldi. Induslarni men ko'rsatib kelyapman, ko'rga hassa qilib. Ular hayvon sifat insonlar. Hammasi ham emas, lekin ayrim joylarda shunaqa yashayotgan bular. Bular isqirt yashashga, poyezdlarning tagida, atrofida, balchiq, botqoqliklarda yashashga o'rgangan. Hozir maslaga bitta video joylayman. Gapira olmay qoldim. Tavba qildim. Kvartiraga bizni o'zbeklarni qo'ygisi kelmaydi bularni. Nima uchun endi yig'isi qilyapti? Men o'zim Peterda yashaganimda rosa bir yarim oylab kvartira qidirdim. Hammasini yeruskiy, tam bu yoq. Kelib посредник topasimi agentim, hammasi atmaska qilib sizni ignorirovat qiladi. O'zidan просто gapingizni ham eshitmay o'chirib qo'yadi. Bu sallaga jazo. Kulsa ham bo'lar edi aslida. Chunki odam ajratish, millatchilikka oxir oqibat shunaqa bo'ladi. Salla shunaqangi cho'chqa xalqiding, o'zingga yarasha cho'chqalarni topib kelding. Molli siydigan ichib tagida cho'miladigan insonlardan buqiga bayram qilib nimani kutgan eding? Molpamlar molligicha qoladi. Bizni o'zbeklarni, tojiklarni, qirg'izlarni o'zlaringcha qo'lingni uchida ko'rsatuvding. Sekin boshlanishi yomon emas. Moskvani Mumbayga aylantiramiz degandim.